Kun tartibi bo'yicha Ishton tuman kengashining doimiy komissiyalari, partiya guruhlari fikri, mulohaza va takliflarni bildirishlari ham mumkin. Sessiya kun tartibi bo'yicha yana boshqa taklif bormi? Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari. Kun tartibiga qo'shimcha taklifim bor edi. Mazkur masala xalq deputatlari Ishton tuman kengashining tegishli doimiy komissiyasi dastlabki tadbir chiqarganligi inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2026-yil 12 martdagi katta 235 v sonli qarorini tasdiqlash to'g'risidagi hamda Ishton tumani infratuzilma va ijtimoiy obyektlarni rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratmalar masalasini kun tartibiga qo'shimcha ravishda kiritishni taklif etaman. Tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Birovdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, tasdiqlangan bilan amal qilishlarini so'rayman. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibidagi kiritilgan masalalar muhokama qilinadi. Kun tartibida birinchi masala Ishton tumanining 2026-yil ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ijtimoiy vazifalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Shu masala bo'yicha so'z Ishton tuman hokimi Ro'ziyev Fazliddin Kiromovga beriladi. Marhamat, Fazliddin Kiromovich. Qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz bo'yicha hisobot bermoqchiman. Mana ko'rganlaringizdek slaydimizda asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, 26-yil birinchi oyga erishilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 416,3 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish o'z surati 107% ga amalga oshirildi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha 649,6 milliard so'mlik, 106,9% bozor xizmatlari, qurilish, sizlarga ko'rsatilgan hammasi yo'nalishlarda iqtisodiy o'sish ta'minlangan. Bu mana shu davlat rahbari tomonidan mana shu hududlarga beriladigan e'tiborlar mana oxirgi o'tkazilgan yig'ilishda davlat rahbari tomonidan makroiqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, tanqidiy tahlil bo'lib, qaysi sohada amalga oshiriladi, qaysi yo'nalishlarda bugun biz natija qilib, qaysi yo'nalishlarda hal qilinishi kerak bo'lgan ishlar, qaysi soha kamchiliklari bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Bizda ham o'tgan yil masalan sanoat mahsulotlari ishlab chiqargan bo'lsa, 2025-yil birinchi oyda 302,5 milliard sanoat mahsulotlari ishlab chiqargan bo'lsa, mana bu yil qo'shimcha 113,8 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqardi. Bu hali 107% bu belgilangan prognoz reja bajarildi degani, bu hali qiladigan oldimizda qiladigan ishlar juda ko'p, hali bu ishlar emas. Agar sanoatni rivojlantirmasak, sohaga e'tibor bermasak, biz mana shu yaratiladigan yangi ish o'rinlari, mana kambag'allikdan, bandlikdan chiqarish bo'yicha hammasi mana shu sanoatga bog'liq. Shuning uchun bu bo'yicha hali oldimizga aniq vazifalarni belgilab olganmiz. Mana davlat rahbari yig'ilishda bitta narsani aytdi. Mana bugun Ishton tumaniga qariyb yarim trillionga yaqin mablag' ajratilgan. Buni hali joylarda yurganda, ko'rganda xalq hali shu tumanga, mahallaga, ko'chalarga qancha mablag' ajratilgani hali xabardor emas. Shuning uchun mana shu bo'lgan deputatlarga katta rahmat. Har bir soha bo'yicha deputatlarni biriktirib, mana endi xalqqa yetkazish chora-tadbirlarini amalga oshiramiz. Hali ham bu ishlarni emas, shuning uchun tashkilot rahbarlari aytyapti. Bu qilinadigan ishlarimizni hammasini xalqqa ko'rsatishimiz kerak. Xuddi shunday sanoatdan tashqari xizmatlar sohasi bo'yicha
bugun Ishxon tumanida 288 mingdan ziyod aholimiz yashab kelyapti. Ya'ni mehnat resurslari 137,4 ming nafar tashkil qiladi. Iqtisodiy faol aholi 101,4 ming nafar, iqtisodiy faol aholi 35,9 ming nafar, bank aholi 96,1 ming nafar, yil boshiga nisbatan aholi 5,2 ming nafarga ko'paygan. Mehnat bozoriga kirib keluvchilari mana har yili maktablarimizda mana shu umr bitiruvchilari, kollej bitiruvchilari bu 5838 nafar tashkil qilinadi. Bu bo'yicha ularni aholi bandligini ta'minlash bo'yicha, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qanday chora-tadbirlarni belgilab olganmiz. Jami bandlik dasturi bo'yicha 6777 nafar doimiy ish o'rinlari, ya'ni 692 nafar mana shu birinchi oyda ish o'rinlari yaratilgan. Bular investitsiya loyihalari bo'yicha 43 nafar, xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha 76 nafar, qishloq xo'jaligi bo'yicha 27 nafar, boshqa yo'nalishlar bo'yicha 546 nafar. Aholi daromadini oshirish bo'yicha 4954 nafar biz reja olganmiz. Buni bandlik yo'nalishi bo'yicha 1491 nafar, qishloq xo'jaligi yo'nalishida 1833 nafar, ya'ni tijorat banklari tomonidan 1374 nafar. Mana ko'ryapsizlar, davlat rahbari har safar aytyapti, banklarni qattiq tanqid qilyapti. Bundan keyin banklar pastga tushib, masalan, tadbirkorlik qilaman degan odamga, fuqarolarimizga faqat yordamchi bo'lib, ularga tayyor loyihalarni berish kerak deyapti. Puli bilan birgalikda tayyor loyihani qo'lga kiritish kerak. Bugun eng katta muammo shu tadbirkorda shu g'oyasi yo'qligida. Shu g'oyani tayyor qilib qo'lga berish masalalarini aniq yig'ilishda vazifalarni belgilab berdi. Shu o'rinlarni soyani chiqarish bo'yicha 1128 ta ish olganmiz. Soliq inspeksiyasi tomonidan 467 nafar, qurilish yo'nalishida 224 nafar, bandlik yo'nalishida 122 nafar, boshqa yo'nalishida 315 nafarni tashkil qiladi. Endi ishsizlik darajasi yil boshida bizda 5,2% tashkil qiladi. Endi buni ishsizlik darajasini yil yakuni bo'yicha oldimizga 3,5% belgilaganmiz. Bundan tashqari kambag'allik darajasi yil boshida 5,8 bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 3,5% ga tushdi. Bugungi kunda 4,6% bo'ldi. Buni ham yil yakuni bo'yicha 1,9%, ya'ni minimum ko'rsatkichga tushirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni belgilab olganmiz. Ya'ni Ishxon tumani yangi O'zbekiston qiyofasida tumanlardan bittasi, davlat rahbari yana bunga ham qo'shimcha 110 milliard so'm mablag' ajratilgan. Buni ham yetisini qilib, sessiyada tasdiq ishlari amalga oshirilyapti. Bundan tashqari shu 8 ta mahallamizda 24 milliard mablag' ajratilgan. Bular shu og'ir toifadagi mahallalar, bularda ham shu aholini nima deydi, kambag'allikdan va ishsizlik band qilish bo'yicha mana shu mahallalarda uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan transformator bo'ladimi, tungi yo'llar bo'ladimi, aholini xonadonlarini suv bilan ta'minlash butun aniq bo'ladimi, boshqa yo'nalishlar bo'yicha maishiy yo'nalishdagi masalalar bo'ladimi, bular bo'yicha shu o'quv budjetga qanday ovoz berib, qaysi yo'nalishda qaysi loyiha tanlash bo'yicha bularni vakolat haqqi o'ziga bergani shu mahalla fuqarolari tomonidan shu berilgan asosiy muammo nima taklif berilgan bo'lsa, shu bo'yicha dasturga berib, loyihalarni amalga oshirish bo'yicha amalga oshirilyapti. Bundan tashqari, ya'ni tuman mahalla istiqbollashini chuqur ixtisoslashtirish bo'yicha bizlarda jami mahallalar 62 ta mahalla Ishxon tumanida, shunda past ixtisoslashtirilgan 8 ta mahallaga 24 milliard mablag' ajratilgan dedi. Bu bo'yicha ishlar ketyapti. Buni hurmatli deputatlarimiz qilamiz. Buni ham jadallashtirish kerak, to'ldirish kerak emas, mana topshiriq bo'ldi. Qurilishlarni tezlashtirib, loyihalarni ijroga tushirish. Bundan tashqari o'rta ixtisoslashtirilgan 14 ta mahallamiz bor, chuqur ixtisoslashtirilgan 3 ta mahallamiz bor. O'zlari yaxshi bilsalar, asosiy 12 ta mahallamizni har safar aytaman, 22 ta mahallamiz, ya'ni uzunchilikka moslashtirilgan. Uzunchilik bo'yicha mana davlat rahbari tomonidan juda katta mablag' ajratilgan, ya'ni 33 milliard mablag' ajratilib, bugungi kunda shu asosiy shu xalqning muammolaridan suv masalasi edi, amirlarni betonlashtirib, kanallarni betonlashtirish ishlari davom etyapti. Hozir buning bizni yakunlaymiz. Bundan tashqari mana sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha 13 ta mahalla, ko'pchilik bo'yicha mana o'zlaringiz yaxshi bilasiz, Ishxonda ko'pchilik juda rivojlangan. Mana Chiroqtepa mahallasida, Qirqiyigit mahallasida, mana yondosh mahallalar bilan asosiy shu yo'nalishda ish tashkil qilib kelyapti. Bundan tashqari kartoshkachilik rivojlantirish bo'yicha 8 ta mahallamiz rivojlantirilgan. Bu bo'yicha hozir banklarga alohida topshiriq berilgan. Banklar bilan ish tashkil qilyapmiz. Mana chorvachilik yo'nalishi bo'yicha 8 ta mahallamiz shuni asoslashtirilgan. Xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha mana Betonka yo'ldagi
qariyb 9 ta mahallamiz xizmat ko'rsatish asosiy yo'nalishi driver qilib olingan. Endi mana slaydda ko'rib turganlaringizdek, bu bo'yicha qancha kredit, qancha suvda subsidiya ajratish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Bundan bahs qonuniy asosiy yo'nalishlar bo'lsa, endi mahallada bugungi kunda mahallalarni toifalarga bo'lib olganmiz. Ya'ni 34 ta mahallamiz o'tgan yili yashilda bo'lgan bo'lsa, bu yil 26-yilda shu periodga kelib 40 ta mahallamiz yashilda o'tdi. 20 ta sariq mahallamiz 20 taga qisqardi. Mana o'tgan yili 4 ta mahallamiz qizilda edi. Mana birinchi o'rgan kuni bo'yicha bu ko'rsatkich nima edi? Umuman qizilda turgan mahallalarimiz qolmadi. Endi yana bir narsani aytishim kerak. Bugungi kunda shu mahallalarda nima deydi, aholini kambag'allikdan chiqarish istagisidan tashqari bugun shu zalda qatnashayotgan xotin-qizlar faollarimiz bor. Bugun Ishtixon tumanida ajrimlar ko'payib ketganligi hisobida o'tgan safar ham viloyat hokimi apparat yig'ilishi Azizbek Ahmedov yig'ilishida bizda 5 ta mahallamizdan 6 ta mahalla 6 ta mahallamizda ajrim ko'payib ketgan mahalla xotin-qizlar faollari juda shu mahalla raislari xotin-qizlar faollari asosiysi Ravot mahallasida, Qo'rg'on mahallasida, Odil mahallasida, Ko'ktepa mahallasida ajrimlar ko'payib ketgani sababli mana bu yozuvot tariqasida qizlarimizga ham 80 joylarda o'rnida, to'g'rimi? Endi agar o'zgarish qilmasa, tizimni ish tashkil qilmasak, to'g'risi ko'p rahbarlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Sizlardan bezovta nima deydi? Yana imkoniyat beraylik deb ikkita mahalla xotin-qizlar faollarini xayrlashimiz kerak edi. Shuning uchun sizlarga imkoniyat bu Qo'rg'on mahallasidan Ravot mahallasi xotin-qizlariga tegishli nima deydi? Bundan tanqidni to'g'ri rosa chiqarish, tashkil qilish kerak. Endi sizlarga faqat mana shu mahallada ayollarimiz, xotin-qizlarimiz hajmini kamaytirish bo'yicha ish tashkil qilishlari kerak. Bu bo'yicha ishlarimiz juda oson qo'yilgan. Keyingi yo'nalishimiz har bitta iqtisodiyot asosiy lokomotivdan bittasi bu bilasizlar xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha. Xorijiy investitsiyani bu yil program juda katta olganmiz, ya'ni 175 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish belgilangan. Shundan manzilli loyihalarimiz, ya'ni manzilli degani egasi bor degan loyihalar bugungi kunda shu hozir yuradigan loyihalar 90 million dollar, istiqbol loyihalarimiz 65 million dollar. Mana bu yil hisobot davrida yanvar birinchi oyda 38 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu degani o'tgan yili 24-yili 25-yilda Gadovoy 18 milliondan 25-yilda 70 million dollar bo'ldi. Mana bu yil ko'ryapsizlar, birinchi oyda qariyb 40 million dollarlik xorijiy investitsiyalar kirgan. Bular nima desangiz, asosiy yo'nalishlarimiz bu bizda boyaga aytgandek asosiy driver sohalaridan uzumchilikni rivojlantirish. Bizda juda ko'p uzum yetishtiriladi, uni qayta ishlaydigan korxonalarimiz yetarli quvvatga ega emasida, shu mana quvvatlarni oshirish bo'yicha, yangi loyihalarni ishga tushirish bo'yicha mana bugun ham oldimizga marra qilganmiz, eksportni oshirish bo'yicha. Bundan tashqari mana Ishtixon tumanining Zarband hududida 6.2 million ko'p marmar toshimiz bor. Bizda ya'ni qazilma boyligimiz bor. Bugungi kunda u yerda ham ikkita uchta loyihalarni amalga oshirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olingan. Mana bugun shu Samarqand Stom korxonasi tomonidan juda katta nima deydi, ishlab chiqarish hajmlari, nima deydi, zavodni modernizatsiya, ya'ni asbob-uskunalarni bugungi so'nggi texnologiyaga qo'yish jarayonida ishlab chiqarish hajmi ham oshyapti. Mana bugun bu O'zbekistonni xohlagan viloyatiga, xohlagan yo'nalishdagi mana shu qurilish materiallarini yetkazib berish, nima deydi, shartnoma qilish, ob'yomni ko'paytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilib, bu amalga oshirib kelinmoqda. Endi eksport yo'nalishi bo'yicha ham gapirsam, eksport yo'nalishi bo'yicha asosiy bizniki qishloq xo'jalik mahsulotlari va sanoat yo'nalishimizda eksportni rivojlantirsak bo'ladi. Bizda imkoniyat ko'p edi. O'tgan yili masalan mayizni eksporti 15 million dollar yetgan bo'lsa, bu yil oldimizga 20 million dollar rejani olganmiz mayiz o'zidan. Bundan tashqari bilasizlar, mana shu o'zimizning Marokko tekstil korxonamizda o'tgan yil undan 3-4 yil oldin 10 milliondan ziyod nima deydi, eksport berardi.
sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish eksportini beradi. To'g'risi, mana davlatimiz rahbari oxirgi yig'ilishlarda tekstil yo'nalishi bo'yicha o'tkazgan yig'ilishda ham bundan keyin mana shu ishlab chiqarilayotgan o'zimizda paxtani qayta ishlab iplik qilib, undan qo'shimcha qiymat zanjiri yaratish bo'yicha aniq topshiriqlar bergandan keyin mana o'zimizda ishlab chiqarilayotgan iplik mahsulotlarini ham qo'shimcha qiymat zanjirlari beriladi. Oldin tayyor iplikni eksport qilardik. Shundaymi? Mana bugun shu asosiy xomashyo bo'lgan mahsulotlarni o'zimizda 70% balki 80% chuqur qayta ishlash orqali eksportni ham ko'paytiryapmiz. Endi eksport geografiyasiga qarasak, Xitoy davlati asosiy 12 million dollardek, Turkiyaga, Eron davlatiga, mana biz Eron bilan yaxshi aloqalarimiz bor edi. Mana Eronda urush bo'lgani sababli hozir Pokiston davlati bilan ishlayapmiz. Yana qo'shimcha bizga koridor ochiladi. Eksportni to'xtatyapmiz. Bu bo'yicha mana tadbirkorlar nima masala bo'lsa har haftani chorshanba kuni tadbirkorlar kuniga e'lon qilamiz. Mana shu hokimiyatda ertaga soat 9dan 5 ta tadbirkor kechgacha mana shu tadbirkorlar ya'ni bankdan muammosi bo'ladimi, svetdan, gazdan, qanday kommunal soha yo'nalishlaridan qaysi sohada muammosi bo'lsa va kadastrdan yo'nalishlar bo'yicha ish tashkil qilish bo'yicha tizim yaratganmiz. Endi mana yoshlar ishlari bo'yicha oladigan bo'lsak, mana davlatimiz rahbari tomonidan alohida yig'ilish qilindi. Yoshlar kuni deb har payshanba kuni, ya'ni bugun yoshlar kuni deb e'lon qilindi. Mana bugun zalda o'tirgan har bir rahbar bugun o'ziga biriktirilgan mahallasidagi, shu tumandagi yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini yechish bo'yicha aniq vazifa topshiriqlar davlatimiz rahbari bergan. Bu bo'yicha Ishton tumanida aniq amalga oshirilyapti. Bundan tashqari mana biz shu nima deydi, yoshlar daftar jamg'armasi orqali ko'plab yil boshida 14 nafar yoshga 23 million so'm to'lov kontraktga, bir nafar yoshga 3 million so'm haydovchi guvohnomasi olishga, 9 nafar yoshga 24 million so'm o'quv kurslariga, sertifikatga tayyorlash bo'yicha, ko'mak loyihasi bo'yicha xorijiy tillarga mo'ljallangan o'quv markazlarini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida 9 ta ariza qabul qilinib, 2 ta ariza 213 million so'm pul mablag'i ajratilib, 2 ta ariza hujjatlar tayyorlash jarayonida turibdi. Bu bo'yicha mana 5 ta shaxs bo'yicha ham juda katta ishlar amalga oshirilgan, qilingan ishlarni hammasini ma'lumotga qo'yib, to'g'ri bo'lyapsizlar. Bu bo'yicha ishlarni hali davom ettiramiz, jadallashtiramiz. Ya'ni sababi mana davlatimiz rahbari tashabbusi bilan shu Qoraqo'l mahallasidan yoshlar markazi qurishga start berildi. Hozir qurish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Hujjatlar mablag' ajratilib, hujjat to'plamlar ishlari yakun ishlari yetkazildi. Bundan tashqari mana shu davlatimiz rahbari tomonidan 100 milliard mablag' ajratilgandan 7 milliard mablag', ya'ni yoshlarimiz uchun 24/7 sizda ishlaydigan amfiatrlar, kecha ishlaydigan maroqlar nima deydi? Shundan to'garaklar tashkil qilish bo'yicha shu mana shu 100 milliard mablag' 7 milliard mana shu yoshlarimiz uchun shu doimiy ishlaydigan mana shu teatr amfiteatr, yoshlar amfiteatr qurish bo'yicha ishlar boshlangan. Endi investitsiya dasturi bo'yicha xabarlaringiz bor, 105 milliard mablag' ajratilgan. Bu asosiy mablag'lar tibbiyot sohasiga, ta'lim sohasiga ajratilgan. Bu bo'yicha o'zlaringiz qo'llaringizga o'tkazilgan hisobot berganimda ko'rgansizlar. Endi bundan tashqari prezidentimiz 100 sonli qarorga asosan mana shu 17dagi 6 ta mahallada 169 milliard so'mlik loyihalar amalga oshirilyapti. Ko'ryapti, xalq o'zi ham baho beryapti, o'zi o'quvchiga o'xshab o'zi yo'lni tanlagan, o'zi xohlagan yo'nalish bo'yicha loyihalar ishlatilyapti. Yo'l bo'ladimi, suv bo'ladimi, boshqa yo'nalishlar bo'yicha. Mana o'quv budjeti bo'yicha birinchi bosqichida 21 milliard yaqin mablag' ajratilgan. Общий jami 40 milliard mablag' ajratilgan. Birinchi bosqichida 25 ta mahalla sohalarida kommunal va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilashga mablag' ajratildi. Bu bo'yicha ikkinchi bosqichga mana ko'p mahalla faollari qatnashyapti. Bu yerda ulardan keyingi o'quv budjet loyihalarida faol ishtirok etishni, bundan samarali foydalanishni taklif qilib qolaman. Bundan tashqari sizlarga aytdim, 110 milliard yangi O'zbekiston qiyofasi bo'yicha ishlarimiz boshlangan. Infratuzilma rivojlantirish, biznes infratuzilmasi bo'yicha driver loyihalarni aytdim, 516 milliard so'mlik mablag' ajratilgan. Bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti.
bu soliq to'lashni bo'yicha bizda masalan Toychoq so'mlariga prezidentimiz tomonidan shu 392 sonli qarorgohida 31 million mablag' ajratilgandi. Bugungi kunda svet shu dam olish maskaniga svet tortish ishlari yakunlandi. Bugun yo'l, piyodalar yo'lakchasi, yo'lakchalari qurilishlari boshlandi. Bundan tashqari hozir keyin oxirgi loyihani amalga oshirdik. Qirg'iz mustahkamlash faoliyatida uni ham qirg'iz mustahkamlash oxirgi yakun qismi loyihasiga ko'chirib qo'yildi. Ular yaqin kunda loyihani qolgan ishlari ham davom ettiriladi. Bundan tashqari mana bu ichida 88 milliard ichida betonlashtirish bor edi. Aytdim, o'zimizning mahallalar betonlashtirish ishlari ham ketyapti, matbuotda ko'rsatib qo'yapti. Bundan tashqari 35 milliard mablag', ya'ni bizda eng katta muammo ijtimoiy tumanida kanalizatsiya masalasi mavjud. Kanalizatsiya masalasiga hozir loyihachi loyiha tenderlar olib bo'lyapti. Tenderga chiqdi, bu ham loyiha bo'lsa, loyihasi qilganmi, nasib bo'lsa bular shu tugatadi. Og'ir mahallalarga bo'yayapti. Shu bankni ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 24 milliard mablag' ajratilgan. Endi buni har bir yo'nalishni hozir aytsak vaqt ko'p ketadi. Bo'yicha mana shu milliard nima yo'nalishlarda ishlatiladi, har bir yo'nalish bo'yicha ko'rsatilgan. Har bir soha bo'yicha alohida ko'rsatilgan. Yana bir narsani aytish kerak, hurmatli ishxonliklar mana shu hisobot berishdan foydalanib, mana Oqdaryo daryosi Ishxon tumanidan shu yerda 16 gektar joyga biz loyihasini o'zgartirganmiz. Nima deydi? Endi hayot shiddat bilan o'zgaryapti, o'syapti. Shuning uchun mana shu 16 gektar joyga biz kadastr rahbarligidami? Biz auksionga chiqarganmiz. Agar nima deydi? Mana shu Ishxon tumanida salohiyatli tadbirkorlarimiz agar dom quraman, muhojir joy quraman degan tadbirkorlar bo'lsa, bemalol auksiondan kirib, nima deydi? O'rnatilgan tartibda shu loyihani amalga oshirish mumkin. Sababi bu yerga ham Oqdaryo daryosi ichiga ham davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mana shu 28.5 milliard mablag' ajratilgan. Ya'ni mana shu Oqdaryo daryosini chap tarafidan o'ng tarafiga, ya'ni daryoni ichini to'liq betonlashtiramiz. Bundan tashqari piyodalar yo'lakchasi bo'ladi, transport yo'li bo'ladi, infratuzilma, ya'ni svet masalalari yechiladi. Faqat biz kommunikatsiyani davlat tomonidan 100% ta'minlab beramiz. Faqat tadbirkor auksiondan yerni yutib olib, shu loyiha bo'yicha do'mni qurish kerak. Mana birinchi loyihamiz amalga oshirilyapti. Hozir bitta tadbirkorimiz tomonidan 1 gektar joyda loyiha bo'yicha boshlangan. Hozir qurilishlar davom etyapti. Agar kunda kun nima deydi, shu loyihalarni amalga oshiraman degan ishxonali tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu auksiondan yutib olib, shu loyiha bo'yicha, loyiha smetasi bo'yicha, loyiha yo'nalishi bo'yicha qurilishni amalga oshirish mumkin. Men sizlarga yangi sifatida aytishim kerak. Mana yashil makon bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana shu bilasizlar, yaqinda Lemon-Sentri yo'li bilan Metan shaharchasini bog'laydigan yo'limizga ham to'liq nima deydi, yashil makon qildik. Daraxt chiqdi bo'yicha har bir yo'nalish bo'yicha, bu har bir tashkilot, har bir soha bo'yicha belgilangan vazifalar aniq bo'yicha, har bir yo'nalish bo'yicha nazorat qilyapmiz. Obodonlashtirish bo'yicha, asfalt qilish bo'yicha, beton, shaharlashtirish, quloq qurish, biz bu yil obodonlashtirishga ajratilgan asosiy mablag'ni, ya'ni asfalt qilishda faqat maktab, bog'cha va boradigan yo'llar bilan birinchi. O'tgan yil qilganimiz bu yil asosiy mablag'ni maktab, bog'cha, ijtimoiy soha obyektlariga boradigan asfalt qilinmagan yo'llar asfaltlanadi. Faqat shuni rejalashtiramiz. Buni ham deputatlar qarorgohidan bilan nazorat qilib ish tashkil qilish kerak. Uni ham rasmiy tasdiqlab va qurish bo'yicha o'rtacha nazorat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari birlashlik bo'yicha mana hozir sizlarga deyapman, buyuk davlatimiz rahbari tomonidan birlashlik sohasiga juda katta e'tibor berildi, juda katta imtiyozlar berildi. Qilaman, pullarni yetishtiraman degan fermer bo'ladimi, ayollarimiz bo'ladimi, mahalladagi fuqarolarimiz bo'ladimi, hamma imkoniyat yaratib berdi. Faqat nima deydi, undan to'liq foydalanib yangi
Ishxon tumanida ichimlik suvi bilan ta'minlash Ishxon tumanida 62.7% tashkil. Bu yomon ko'rsatkich. Shuning uchun mana davlat rahbari tomonidan 100 million mablag' ichidan biz qariyb 10 millionga yaqin mablag'ni ichimlik suvga qo'yganmiz. Shundaymi? Ichimlik suviga qo'ygan 10 millionga yaqin mablag'. Bundan tashqari mana yaqinda administratsiyamiz rahbari Saydijobatga kelib keldi. Bu bo'yicha ham hokimlar bilan uchrashganda aniq vazifa topshiriqlarni berdi. Ya'ni ichimlik suvi bo'yicha qanaqa tizimda muammo masala bo'lganini ta'kidlab berilganda biz Darbuloq mahallasida bugun ichimlik suvida xalq tomonidan muammolar bor edi. Bu taklifni berganmiz. Bundan tashqari Qo'shloqashiyev mahallasida so'ng aholi uyida ko'p qavatli uylarda aholi yashaydigan uchun uyda suv masalasi muammo edi. Uyga taklif berdik. Bundan tashqari Borlos mahallasini berganmiz. Bugun birinchi ganda qiladigan qayerda suv ta'minlash kerak bo'lgan joylar hammasini biz taklifini administratsiyaga berganmiz. Bu bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilaganmiz, taklif qilamiz. Irrigatsiya tizimi bo'yicha ham gapirdim. Irrigatsiya asosiy muammo bidonlashtirish ishlarini amalga oshiryapmiz. Xotin-qizlar bo'yicha ko'p davlat tomonidan, davlat rahbari tomonidan juda ko'p imtiyozlar, yo'nalishlar bo'yicha xotin-qizlarimizga kasb o'rgatish, boshqa yo'nalishlar bo'yicha sa'y-harakatlar olib borilyapti. Bu bo'yicha masalada ko'rsatilgan ishlar Ishxon tumanida amalga oshirilyapti. Endi sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, sog'liqni saqlash o'tgan yili bu davlat rahbari tomonidan Ishxon tumanida sog'liqni saqlash tizimi bu nima deydi? Tub islohot yo'nalishi bo'ldi desak bo'lamiz. Umuman islohot to'liq raqamlashtirildi. Mana bu yil ham 105 milliard mablag' Ishxon tumani komissiya dasturiga berilgan bo'lsa, asosiy mablag' bu tibbiyotga berildi. Ya'ni qariyb 7-8 ta oilaviy poliklinikalarimiz bugungi kunda mana biz berganligi, ta'mirtalablik uchun bugun 70 milliarddan ziyod mablag'imiz 75 milliard mablag'imiz faqat shu tibbiyot birlashmasidagi oilaviy poliklinikalarda infratuzilmani yaxshilashga, to'liq rekonstruksiya qilishga mablag' ajratilgan. Bu bo'yicha ishlar boshlangan. Buni ham hurmatli deputatlardan shu sifat, qurilish sifatini to'liq nazoratga olib, muddatida, vaqtida shu manzur qilib borsak yaxshi bo'ladi. Birgalikda. Endi yana bir narsani aytishim kerak. Bugun hurmatli deputatlar maktabgacha ta'lim yo'nalishimiz bo'yicha ham juda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Bugungi kunda 270 ta maktabgacha ta'lim mashg'ulotlari bor. 27.987 nafar, ya'ni 3-7 yosh bola soni 22.945 nafar qamrab olingan. Bugun ya'ni qamrov darajasi bugun bog'chaga boradigan bolalarni Ishxon tumani qamrov darajasi 72.5% tashkil qiladi. Agar suylarni ham ishlarni hisobga olganda bu 81.9% tashkil qiladi. Endi bu bo'yicha hal qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Mana davlat suv ichimlik asosida bog'cha, maktab qilaman degan tadbirkorlarga davlat rahbari tomonidan juda katta imkoniyat berilgan. Buni ham ijtimoiy soha bo'yicha o'rinbosar do'stlar agar kerak bo'lsa, buni ham alohida tezislar qilib, tadbirkorlar tushunadigan yetkazishimiz kerak. Chunki bugun shu o'zimni shaxsiy qilganman, bankda kredit olib shu sohani rivojlantiraman, bilimni rivojlantiraman degan tadbirkorlarimizdan juda ko'p. Bu bo'yicha yana bitta ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha yana bitta yangilik mana bizda xitoylik tadbirkorlar tomonidan, xitoylik tadbirkorlarning o'zini mablag' hisobidan Samarqand xalqaro kolleji Halqabod mahallamizda qurib bitkazildi. Yaqin kunlarda oldin foydalanishga topshirishlar amalga oshiriladi. Qaysi hozir bugungi hisobotdan foydalanib, hurmatli deputatlarga bir taklif qilaman. Bu yerga borib, ko'rib, bu yerda qanaqadir bugun zamon talabi, qaysi soha kasb egalari bizga kerak. Bugun injener-mexaniklar kerak bizga, IT yo'nalishida kerak. Mana bu
elektrosvet yo'nalishida quyosh panellarini qo'yib, juda mas'ullarimiz ham talab yuqori, boshqa yo'nalishdagi kasbga tayyorlaydigan bir kollej tashkil qilyapmiz. Buni ham agar kimdandir qanaqa taklif bo'lsa, qaysi soha bugun ijtimoiy tumaniga yo viloyatimizga, respublikamizga kerak desalaring, takliflarni inobatga olib, biz shu yerda tashkil qilamiz. Juda katta mablag' hisobiga bugun Samarqand xalqaro kolleji Ijtimoiy tumani Xalqobod mahallasida qurilyapti. Yaqin kunlarda foydalanishga topshiriladi. Sizlarga ma'lum uchun men savol tariqasida aytyapman. Yana bir narsani aytishim kerak, ta'lim yo'nalishida, ma'naviyat yo'nalishida buyuk Samarqand hurmatli viloyat hokimimiz Abduzaffarovich tashabbusi bilan Shishxondagi yoshlar uchrashuvida Samarqand kitobxonlik festivalini Shishxon tumanida o'tadigan bo'ldi va may oyiga belgilaganmiz. Shuni yaqin kunlarda aniq bo'ladi. U yerga ham biz katta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Masalan, bugun shu fursatdan foydalanib mana shu sizni maktablarimiz bo'ladimi, boshqa soha, ta'lim soha yo'nalishlari bo'ladimi, unga ham qattiq tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Bu yerda ham nima deydi, kitobxonlik festivali deganda shu yurtni, shu tumanni salohiyati, bilimi, nima deydi, hammasi namoyon bo'lishi. Mana biz hozir to'g'risi bitta loyiha qilyapmiz, nasib bo'lsa bu o'zlari ochib berasizlar. Shu nima deydi, eng katta bilimi Samarqand viloyatidan O'zbekistonda bo'ladi. Katta kitob yaratyapmiz hozir. Xudo xohlasa, shu kitobxonlik Samarqand viloyat kitobxonlik festivalini ochish kuni nima deydi, ochilish kuni buni ham ochilish marosimini alohida o'tkazamiz. Nasib bo'lsa bu Shishxon xalqiga sovg'a bo'ladi. Endi ijtimoiy registrdagi fuqarolarimiz tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan birinchi tur programmalariga uyni ta'mirlab berish, ularga yordam berish bo'yicha nima deydi, mablag' ajratilgandi. Bu mablag'ni ham to'g'risi sizlarga deputatlar orqali sizlarni haq saylagan. O'zlaring kirib, ichiga kirib ko'rlaring, bog'dagi eng ahvoli og'ir 37 ta birinchi guruh nogironlarni davlatdan kimgadir 30 million, kimgadir 60 million, kimgadir 70 million mablag' ajratilib, uylarni ta'mirlashga, ahvolni yaxshilashga mablag' ajratilgan. Mana shu faqat mana shu o'tirgan deputatlarni ko'pchilik ovozi bilan nima deydi, bugungi kunda shu qaysigadir talab borligi uchun ular tanlab olinib, mana ro'yxatga kiritib, shular bilan javob berdi. Juda ma'qul. Buni ham bundan keyingi ishlarimizni mana shu deputatlar bilan maslahatlashib, ular taklifi asosida biz ajratiladigan mablag'larni ajratish choralari ko'ramiz. Qisqacha hisobotni tugadi. Agar bunda sizga savollar, masalalar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, savol berishingizga rahmat. Savol bormi? Sanoat va investitsiya sohasi albatta o'zimizni ko'rib turibmiz. Har kuni deyarli ikkitadan mahallaga boryapmiz, o'ta mahallaga faoliyat tanishamiz va o'sha yerda darsga borganmiz. Bevosita savol tug'iladi, aholi sonimiz o'syapti, sanoat rivojlanyapti. Albatta chiqindilar ko'payadi. Sanoat deganlikda chiqindi. Shu chiqindi sohasi bo'yicha shu chiqindini qayta ishlab chiqarishmi yoki chiqindini bir markazlashgan holda bir markazgacha loyihalar ishga tushiriladi yoki biron bir bu bo'yicha biron bir nimalar bormi, loyihalar, rejalar bormi degan bir savol bermoqchiman. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir sanoatli bir yo'nalishday bo'lib ketadi albatta. Agar nima bo'ladi, shu yerda ishlab chiqarsa yoki xususiy sherikchilikka berib qo'ysa qilinsa, amalga oshsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Buni deyarli aholi o'rtasida ham bu masalaga ko'p e'tirozlar boshqa bilan bu bo'yicha haqiqatdan bugungi kunda Shishxon tumanida 12 ta mahalla bo'layotgan bo'lsa, qariyb 28-30 ta mahallamizda musulni yig'ish, ya'ni shu aholi tomonidan chiqariladigan musulni olib ketib, shu poligonga yetkazish qamrab olingan. Hali 50% mahallamizda musulni aholimiz tomonidan chiqariladigan musulni olib borish qamrab qilinmagan. Sabab bugungi kunda texnikalar yetishmovchiligi ham bor, muammo masalalarimiz bor. Biz haqiqatdan nima deydi, bu aholi tomonidan chiqariladigan chiqindini qayta ishlab sanoat yo'nalishi, sanoat
energiyasi ishlab chiqarsak bo'ladi. Bundan bu bo'yicha Samarqand viloyatida hozir katta loyiha amalga oshirilyapti, boshqa viloyatlarda ham amalga oshirilyapti. Ishtixon tumani deydi. Bizlar o'zimizni taklifimizni berganmiz. Mana bizda eng katta muammo poligonimiz ham Ishtixon shahriga yaqin joylarda, buni ko'rdingiz, uzoq hududga Bo'ston mahallasi, Bo'ston Zarban hududiga olis hududga chiqarib, alohida poligon qilib atrofni ko'rdik. Hali ham kamchiliklarimiz bor. Bugun biz taklifini berganmiz, qo'shimcha shu usul tashlaydigan surovoz mashinalarini olish bo'yicha hozir 5 ta mashinaga taklif bergan. Surovoz tez kunda mana shu mashinalar chiqarishga berilish taklifi bildirilgan. Bundan tashqari endi soha juda katta, hamma yo'nalishga davlat tutilolmaydi. Shuning uchun davlat xususiy sherikchilik asosida bu yo'nalishga biz taklifini berganmiz. Xudo xohlasa bu bo'yicha hozir ekologiya vazirligi tomonidan o'rganilyapti. Biz taklifini berganmiz, bu bo'yicha ishlarni yana ham so'rovni kuchaytiramiz. Albatta buni ham oxiriga yetkazib, biz oldimizga maqsad qilganimiz mana shu Ishtixon tumanida 62 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 100% mahallalarni nima deydi, qamrab olib, shu masalani joyiga qo'yish. Bundan tashqari hozir aytganimizda, agar qaysidir mahallalarda shu usul gashtiklar bo'ladi, gashtikka to'lib qolib yerga to'kish holatlari ham bo'lyapti, uni kuzatyapmiz. Buni ham mahalliy byudjet ortilgan qismidan ko'rib chiqamiz birgalikda. Agar nima deydi, mana shu markaz mahallalar bo'ladi, markaz mahallalar yondosh mahallalar bo'ladi, yetishmovchilik bo'lsa, albatta mahalla byudjetidan mablag' ajratiladi. Ko'p qavatli uylar yong'inlarni bor bo'lganimizda shu ishga sal yetishmaslik holatlariga bu masalaga e'tibor qarasa yaxshi bo'ladi. Mana kecha biz davlat rahbari tomonidan rahbarimiz tashabbusi bilan Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida davlat rahbari tashrif buyurganda, mahallaga borganda, mahallada o'zi mahalla domlarini olib qanday bo'lish kerak, aholiga qulaylik